Do'stlar, o'zim yaqindagina o'qib chiqqan Fotimaning bolasi kitobi haqida gapirib bermoqchiman. Ushbu asarni ayniqsa yosh ota-onalarga tavsiya qilgan bo'lardim. Bu asarni o'qib, farzand tarbiyasi borasidagi fikrlaringiz, dunyoqarashingiz o'zgarishi aniq. Bu asarda har bir bolaning o'zigagina xos bo'lgan iqtidori, qiziqishlari bor bo'lishi va uni ota-ona hurmat qilishi kerakligi, bir farzandni ikkinchi bir farzandga taqqoslash noto'g'ri ekanligi va qaysidir bir farzand, aytaylik, ilmli bo'lsa, boshqa biridan ham xuddi shunday bir iqtidorni talab qilish qanchalik xato ekanligi ta'sirchan voqealar bir keysida ochib berilgan. Va bu kitobni yana bir o'ziga xos jihati, u oddiy sodda tilda yozilgan. Hatto muntazam ravishda kitob mutolaa qilmaydigan insonlar uchun ham tushunarli tilda yozilgan va qiziqarli bo'la oladi va jarayonlar bugungi kunda kechada, ya'ni Quvaytda bo'ladi. Shu nuqtai nazardan har qanday kitobxonni qiziqtira oladi men nazarimda va aytib o'tganimdek, bu kitobni o'qiganingizdan keyin farzand tarbiyasi borasidagi xato va kamchiliklaringizni tushunasiz. Meni qiziqtirgan, e'tiborimni tortgan yana bir jihat, bu asarda Quvaytdagi ta'lim tizimi juda ham chiroyli tarzda reklama qilib berilgan. Endi bu kitobdagi voqealar Quvaytda kechadi. Ya'ni maktablarda har bir bolaga qanday jiddiy e'tibor qaratilishi, bolani tarbiyasi, ilm olishi, darslarni o'zlashtirishi masalasi maktab rahbariyati uchun qanchalik muhim ekanligi, psixologlarning, maktab rahbariyatining, o'qituvchilarning ota-onalar bilan, o'quvchilar bilan munosabati, muomalasi juda ham chiroyli ekanligi ko'rsatib berilgan. Agar Quvaytdagi ta'lim tizimi chindan ham mana shu kitobda yozilgan, mana shu kitobda ko'rsatilgandek darajada bo'lsa, men to'g'risi hayronman, hayratdaman aniqrog'i va havas qildim mana shu maktabdagi ta'lim tizimiga. Bir so'z bilan aytganda, ushbu asarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu kitobni siz Falaq nashriyot orqali topishingiz mumkin. Bu ayniqsa yosh onalar albatta o'qib chiqishi kerak bo'lgan kitoblardan biri. Kichkinagina kitob, bir kecha, nari borsa 2 kechada o'qib tugatishingiz mumkin, lekin foydasi juda ham katta. Shunday.